Rossiya Sofiyondan uydan ham olasizlar. Qarang, 10 tadan sut beradigan sigirlar sotuvda ekan, uydan ham sotamiz deb aka. Mana sigir so'raganlarga qarang. Sarasadan, Denodan har joydan kelgan sigirlar bor. Tanishtirib o'tamiz. Yaxshi sigirlar ham bor. Olborib sog'ib, keyin pulni bersangiz ham bo'ladi. Denodan sigir olaman deganlar bo'lsa, akani telefon nomeri ham bor. Erkak ho'kizcha ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Aka, qancha suti bor erta o'xsha? 10 ta suti bor. Sigir so'raganlarga bolasi 2 ta mana aka Sarasaga sotildi. Shu aka sotib oldi ekan. Bittasi erkak, bittasi urg'ochi. Qayerda mol aka bu? Sarasa Oxunboyevniki ekan. Aka, molni qarang. Qayerda mol aka bu? Ha? Barchalarga salom, sizlar bilan G'iyosbek Xurramov YouTube kanali. Bugun sana 2-aprel 2026-yil Surxondaryo viloyati Sarasa Payshanba mol bozoridan sog'in sigir narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, kommentar fikrlaringizni yozib qoldiring. Qarang, Payshanbadan ona bola sigir narxlarini uydan ham sotiladiganini, bozordan ham sotiladigan narxlarini tanishtirib o'tamiz. Chiroyligina like-chani bosib, fikrlaringizni yozib qoldiring. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Har bozor, mol bozor, qo'y bozor narxlari chiqarishga harakat qilamiz sizlar uchun. Surxon TV kanalida ot bozor narxlari chiqadi, Surxon mediaga uy, mashina narxlari chiqadi. Sog'in sigir so'raganlarga Zo'rimsaka mana aka ona vala sog'in sigirlar, nasrli sigirlar, sutdor sigirlar sizlarga tanishtiramiz. Qarang. Jam, buni bolasi qaysi? Erkak urg'ochimi? Urg'ochi ekan. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Udarku. Xo'p, narx qanday? 27, ikkinchi bolasi ekan, bolasi erkak. 27 million baho qo'yiladi. Erta oqshom qancha suti bor? Qancha suti bor? 8 ta 10 ta suti bor ekan, 27 baho qo'yiladi. Savdo necha bo'lajak? 23, 24 savdo bo'lyapti ekan, so'rayapti ekan. Mana bitta sigir, bu ikkinchi sigirni qarang. Mana aka suti ko'pmi deyman buni? Qancha suti bor buni? Xo'p, mana aka erta oqshom 10 litrdan suti bor sigirlar sotuvda ekan. Buni bolasi qaysi? Buni bolasi bu, ha? Erkak urg'ochimi aka bu? Erkak, narxini aytib qo'ying aka. 30 million so'm baho qo'yapsiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 27 savdo bo'ldi ekan, 30 baho qo'yapti ekan. Jiyan nomerni aytgan. Ha, telefon yo'qmi? Bo'ldi, telefonimiz qayta yaxshi. Xo'p, mana sigir narxlari nalovcharimiz. Denodan sigirlar. Ona vala sigirimiz mana aka. Aka, qayerdaki bu sigir? Uzunniki necha qilyapsiz aka? 26 deyapsiz. 21 savdo qilyapti aka mana aka. 26 deyapti. Aka, bolasi erkakmi? Bolasi erkak. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Qancha suti bor erta oqshom? 6 litr suti bor ekan. 26 deyapti. 21 savdo bo'lyapti ekan mana. Ona vala sigir narxlari. Aka, uyda boshqa yo'qmi? Ha, bo'lay. Mana narxlari agar sotamansiz nomer bo'lsa ayting demoqchiman-da. Xo'p, mana sigir narxlari. Sigirlar ko'p, mana qarang. Endi puliga yarasha sigirlar bor. Aka, bu qayerdaki? Narx necha pul bo'lyapti aka buni? 23 bo'lyapti ekan. Buni bolasi, onasi bu aka bu? Shu. Necha pul deyapsiz aka buni endi? 30. 30 million bolasi nima? Erkak urg'ochimi? Qara angus. Aha. 25,5 so'rayapti. Aka necha qilyapti? Bu yerga. U ham bizga qarasiz. Buni qancha suti bor erta oqshom? Buni 7 ta suti bor. 7 ta suti bor. 25 ga bermayapsiz. 25,5 bermayman. 5,5. Ha. Kelishtirib bering endi. Buni ham sotaman. Bu ham sizdan. Buni qancha suti bor? Buni 8 ta suti. Bolasi nima? Sementdan. Bolasi erkakmi, urg'ochimi? Urg'ochi. Urg'ochi ekan. Buni necha qilyapsiz? Buni ham 30 deyapsiz. Qayerda mollar aka bular? Chegara So'piyon. O, Sarasa chegara So'piyondan. Kelishtirib beramiz a? Uydan ham sotamiz yo'qmi? Uydan ham sotamiz. Nomerni ayting aka. Uyga ham ko'pmi? Nomerni ayting aka. 97lik. Xo'sh, 97lik 532 532 88 88 91. 91. Bu arazga necha pul qoldi? Bosing endi. 25,5 so'rayapti. Siz necha pul dedingiz? 28 ber. Kelishinglar endi. Ko'p narsaga keyin aralashish ham qiyin. Gaplashasizlar o'zlari. Molga ko'zim cho'g'i kelgan. Oho, udarading. Aka, molni qarang. Qayerda mol aka bu? Ha? Buxoroiston. Oho, Buxorodanmi? Udarki, bolasi nima? Bolasi urg'ochi ekan, ha? Xo'p. Aka, nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi. Narxi necha pul aka?
30 million so'm baho qo'yapti sigirga 4-bolasi ekan. Aka qancha suti bor? Aka qancha suti bor? 10 ta. Savdo nechi bo'ldi aka? 27. 27 million savdo bo'ldi. Erta oqshom 10 litr suti bor sigir. Mana aka. Aka qayerda mol? Sarasam Denovmi? Sarasa Dashnavotniki ekan mana aka. O aka. Savdo 27 bo'lyaptimi? 27 savdo bo'lyapti ekan. Yaxshi ekan. Bolasi urg'ochi ekanda. Bu nechaga qoldi savdosi? 27 millionga 27 millionga qopti ekan. Bolasi nimadi? Bolasi urg'ochi qancha suti bor? 5-6 litr suti bor ekan. Savdo necha bo'ldi dedingiz? 24-25 deb bo'lyapti ekan. 27 million so'm baho qo'yapti ekan mana aka sigir narxlari. Ona bola sigir so'raganlar ekan. Talg'ir ona bola sigir, bolasi erkakmi, urg'ochimi? Qancha suti bor erta oqshom? 8 suti bor ekan, bolasi ho'kizcha ekan. Narx qancha? Narxi 30 million. Savdo qanday bo'ldi? 30 million so'm baho qo'yib, 25 million savdo bo'ldi ekan. Uyda yana bormi aka? Uyda izi bormi? Izi bo'lsa nomerni ayting aka. 88lik 488 0565 nomerga bog'lanasizlar. Aka bu qayerdiki? Sarasa O'zbekiston kolxozidan ona bola sigir. Bolasi nima? Erkak. Bolasi o'qishchi ekan. Nechinchi bolasi? 4-bolasi. Qancha suti bor aka buni? 6-7 litr suti bor ekan. 4-bolasi Sarasa O'zbekistondan ona bola sigir. Narx qanday? 28 deyapti. Savdo necha bo'ldi? 28 baho qo'yibdi ekan, 24,5 savdo o'tdi ekan. Ona bola sigir oladiganlar bo'lsa, narxi bilan tanishamiz. Aka bu qanchaga qoldi bu ona bola sigir? 30 million. 30 million. Bolasi urg'ochimi aka? Bolasi urg'och. Nechinchi bolasi aka? Birinchisi. 30 deyapsiz, savdo bo'lyaptimi? 29-30 bo'lyapti. 29-30 million savdo bo'lyapti ekan. Birinchi bolasi. Birinchi bolasiz a? Ona bola sigir. Birinchi bolasi ekan. Ona bola sigir mana bolasi erkak ho'kizcha ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Aka qancha suti bor erta oqshom? 10 ta suti bor. Qayerdiki? Denov aka bu. Denovdan ona bola sigir 10 ta suti bor ekan. Narxi nechi pul aka buni? 40 million deyapsiz. Savdo nechi bo'ldi? 40 baho qo'yilib 31 million savdo bo'lgan. Erta oqshom 10 litr suti bor. Bolasi cho'rni piyostir. Mana aka, bolasi cho'rni piyostir degan ho'kizcha ekan. Aka endi chetda moldan bo'lgan. Yaxshi sigir ekan. Nechaga berilmadi aka? 31 millionga berilmagan sigir. Mana sotildimi deyman. Aka nechi ketdi bu aka bu? 33 bolasi erkakmi aka? 33 millionga sotilgan sigir. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi bolasi mana aka 33 millionga sotildi ekan. Ona bola sigir narxlari. Qayerga ketdi aka bu sigir? O'zbekiston kolxozi. Va sut ichasizda mazza qilib. Bolasi zo'r bo'lar ekanda. Sigirda qarang mana aka sigir sotildimi deymanda. Va aka sotildimi bu? Nech bilyapsiz? 32 million baho qo'yapti. Bolasi ho'kizchami aka? Ho'kizcha ekan. Nech savdo bo'ldi aka bu? 27. 27,5 so'rayapti. Ha, 32 deyapti, 22,5 so'rayapti ekan. Qayerda mol aka bu? Sarasa Oxunboyevniki ekan. Mana aka 22 ga bermadi. Bolasi erkak. Bolasi erkak. Qancha suti bor? Ha, 27,5 bermaysiz. O, udarku. Qancha suti bor? 10 ta. 5 ta 10 ta. Bu nechinchi bolasi bu? 3-bolasi. 3-bolasi ekan, 5 ta 10 ta suti bor ekan, 27,5 berilmagan sigir. Sarasoniki ekan. Xo'p, bu tarafda yana bitta sigirimiz bor ekan. Aka nechaga qoldi narxi? Narxi 22 deb ketdi. bolasi erkakmi? Bolasi urg'och 22 ga berilmagan. Nech bilyapsiz? 27. 27 million baho qo'yib, 22 ga berilmagan sigircha ekan mana aka. Ona bola sigirimiz. Sigir narxlari arzonchamiz. Akasi chegaradan, Sofiyondan 2 ta ona bola sigir olib kelibdi ekan, uydan ham sotamiz deyapti. Bolasi mana toza semental parada ekan, ho'kizcha. Aka bu nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Erta oqshom qancha suti bor? Qancha? 10 ta. Erta oqshom 10 ta suti bor, ikkinchi bolasi ekan. Narxi nech pul aka buni? 39 million so'rayapti. Siz nech bilyapsiz? O'zingiz nech bilyapsiz? 40 milliondan o'ting deyapti, 39 so'rayapti ekan. Buni-chi aka? Bolasi nima? Nechinchi bolasi?
ikkinchi bolasi ekan, urg'ochi ekan, 31 million so'rayapti ekan. Molni orqadan tanishtiring. 31 million so'rayapti ekan. Xullas, ikkita sigir akadan, sarasi chegaradan. Aka, uyda yana bor-a, uyda. Nomerni ayting aka. 97lik 091 0388 nomerga bog'lanasizlar. Ona bola sigir kerak bo'lsa, Sarasedan, Sofiyadan borib olaverasizlar, uydan ham. Ikkita, 3 ta ona bola sigir bor ekan. Denovdanmi aka? Uchovini ham buzoq erkak, ho'kisi ekan. Xo'p, keling bundan tanishtirsak. Bu nechinchi bolasi aka? Birinchi tug'ishi bolasi erkak, 6 ta suti bor. Birinchi tug'ishi bolasi erkak, 6 ta suti bor. Narx qancha aka? 26 million bo'lsa beraman, 24,5 so'rayapti. 24,5 so'rayapti, 26 million bo'lsa beramiz deyapti ekan. Xo'p. Hozir. Aka bu nechinchi bolasi? Bu ikkinchi bolasi ekan. Xo'p, qancha suti bor aka buni? 8 ta suti bor. Ikkinchi bolasi 8 ta suti bor ekan. Aka narx qanday? 28,5 so'rayapti. 30 million bo'lsa o deyapti ekan, 28,5 so'rayapti ekan. Kelishamiz deyapti ekan. Qayerda mollar aka? Denovda mollar. 3-chi bu edi. 3-chi bu. Hozir aka. Qaysi kanal? Surxon Meydan 3-kanal bu. Xo'p, bu necha bo'lyapti aka? Bolasi mana erkaga nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi 34 million so'rayapti ekan. Xullas, ona bola sigir kerak bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Aka nomerni ayting. 50lik 040 5103 nomerga bog'lanasizlar. Uydan ham borib ko'rib tanlab olasizlar. Garantiya sog'in sigirlar sotiladi. Misol uchun olib borib sog'ib ko'rib, keyin pul bersangiz ham bo'ladi. Egiz ona bola sigir sotuvda ekan. Va aka, olindimi bu? Bolasi ikkovi ham erkakmi? Ikkovi ham erkak. Ha, bir erkak, bir urg'ochi ekan. Nech pul oldingiz aka? 55 million olibdi ekan. Qari ketyapti aka, sarasi ham denovmi? Sarasi yangi hayotdan akamiz sotib olibdi ekan. Egiz mana aka ona bola sigir, bittasi erkak, bittasi urg'ochi ekan, parada ekan. 55 millionga olibdi ekan. Mana aka 55 millionga sotib olingan. Narx qanday? Arzonmi, qimmatmi? Aka bu nechinchi bolasi ekan? 3-partiya. 3 partiya egizak tuqqan. Nasrli zotlar egizar ekan, aparat eganda bo'lmasa. 3 partiya egizak tuqqan ekan, 3-partiyasi ham mana aka bolalarni qarang, 55 millionga sotib olingan ona bola sigir. Mana egizak oldi tarafdan ko'rsatsak, narx qanday? Arzonmi, qimmatmi? Narxini kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Egizak ekan, bittasi urg'och, bittasi erkak ekan. 55 millionga mana shu aka olibdi ekan narxini.